Әхли tok qazanlarının xususi uçurlarını Xitayga yo'llayotganligi oshkorlandi. Asman xabarlari to'rining 18 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Angliyadagi uchur komiteti ishxonasi yaqinda xaridorlarni Әхли tok qazon ishlatganda alohida hushyor bo'lishni, chunki bu xil qazonlarning xususiy uchurlarni bevosita Xitoydagi shirkatlarga yo'llab beradiganligidan ogohlantirgan. Tadqiqot guruhi Xitoyda ishlangan Xiaomi, Tencent va Aigostar markali Әхли tok qazonlarning uy egasining telefonini ovozga erishishga urinayotganligi va xotirlangan ovozlarning udul Xitoydagi mulozimlarga ketayotganligini bayqagan. Tadqiqot guruhi bu xildagi telefonni xotiriga elish, uning o'rnini ma'lum qilish va saqlangan uchurlarni uchinchi tarafga yo'llab berish qatorliq iqtidorlarni to'liq xatarli deb xulosa chiqargan. Tadqiqot guruhi xodimlaridan Stefan Almon bu haqda to'xtalib, buningda xaridorlar 2 qatim haq to'lagan bo'ldi. Birinchi qatim mahsulotni sotib olishga pul to'laydi. Ikkinchi qatimda bo'lsa, o'zlarining xususiy uchurlarini to'lagan bo'ldi degan. Bu xildagi Әхли mahsulotlarning o'z egisi to'g'risida bakmi nurg'un uchurlarni bildiganligi, jumladan egisining kimlar bilan uchrashganligi, qanday muzikani yaxshi ko'rganligi, hamda qanday dorilarni yeyotganligi qatorliq uchurlarni ashu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarga yo'llab beradiganligini eskartgan. Ma'lum bo'lishicha, Milod bayrami harpisida Angliya bozorida az degandimi 15 milliard funt sterling qiymatidagi Әхли oshxona uskunalari sotiladigan bo'lib, navbatda bu masala g'ulg'uli qo'zg'amoqda ekan.